yopilishini qaranglar. Qaysi mashinani eslatyapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugun sotuvda juda ham yaxshi holatdagi, o'zlari uchun egalari noldan terilgan. Xo'p, mashinamiz yili 2000-yil. Har doim ham bunaqa yildagi mashinalar topilmaydi. Korobka, qolgan joylari, motor hammasi noldan yig'ilgan. Plus mashina kuzov holati bo'lgan. Kuzov holatni o'zlari hamma joyini noldan terdim dedilar. Rangi polni oqga, jentrani oq rangiga asijit qildim dedilar. Balonchalarga ahamiyat berasizlar. Charmxo 4 ta yumshoq balonchalar taqilgan. Diskasiga ham ahamiyat berasizlar. Mashinani lekin rostdan ham eshigi yopilishi boshqa tema bo'lib yotibdi. Hozir ichkari salon qismini ham ko'rsatamiz. Salon qismiga ahamiyat bering. Apshikalarni kojini qilib qo'yishgan. Juda ham shinam holatda turibdi. 07 rul qo'yilgan, 07 o'rindiqlar. O'rindiqlar juda ham rostdan ham mягкий holatda turibdi. Bu yerda Nexia magnitofon bor, orqada Barracuda kolonka qo'yilgan. 07 rul, aytib o'tganimizdek, Mercedes deflektor, o'rtaga sportivniy soat ham qo'yib qo'yishgan. Xullas, mashinamizning salon qismi ham juda ham shinam holatda. Xullas, egalari o'zlari uchun taxlaganlar. Ham metanda, ham benzinda ishlaydi. Bagajni yopishini bitta ahamiyat beringlar. Endi ovozga ahamiyat beringlar. Bitta gaz bering. Xullas, mashinamiz ko'rib turganingizdek juda ham ideal, yaxshi holatda turibdi. Buni Jigulni haydaydigan, Jigulni yoqtiradigan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Har doim ham bunaqa holatdagi Jigulni to'plavermaydi. Narxga keladigan bo'lsak, egalari 3000 dollar so'rashyapti. Bu yo'qi sizga bog'liq. Kelasiz, mashinani haydaysiz, ustayizga tekshirasiz, keyin savdolashib olasiz.